jamoat tartibini buzganligi uchun umrsizgacha qamoq. Agar qonun kitoblari odam bo'lganda, qaysi biri eng jiddiy bo'lardi? Jinoyat kodeksi eng jiddiy bo'ladi. Jazoni og'irlashtirish jinoyatchilikni kamaytiradimi? Ha, menimcha jinoyatni kamaytirishga katta foyda bergan bo'lardi, chunki mashhur faylasuflardan biri Sitsuron ta'kidlab o'tganidek, agar jazo turlari, choralari qattiqroq bo'lganida edi, odamlar buni sinab ko'rishga jur'at qila olmas edi. Har bir fuqaro bilishi kerak bo'lgan huquq qaysi? Menimcha siyosiy huquqlar, masalan, fuqarolarning davlat organlariga murojaat qilish. Har bir fuqaro bilishi kerak bo'lgan huquq qaysi deb o'ylaysiz? Inson sha'ni va qadr-qimmati eng oliy qadriyat ekanligini har bir fuqaro o'zining oliy huquqi sifatida bilishi kerak deb o'ylayman. Uy vazifasini qilmaslik jinoyat bo'lsa, siz qaysi modda bilan ketgan bo'lardingiz? Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasida jamoat tartibini buzganligi uchun umrsizgacha qamoq olgan bo'lar edim.